juda ham chiroyli, komfort holatdagi xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Allohga oson. Duo qilib qo'ying, ilohim sizlarga ham shunday chiroyli xonadonlarimiz nasib qilsin. Kimga qanday komfort xohlasiz, mana shu xonadonimizda hammasi mujassam. Like bilan podpiskani bosib qo'yamiz, inshaalloh boshqalarga ham manfaatli bo'ladi. Mashina bozorida ko'chasiga kirganimizda birinchi ko'cha o'ngdan mana shu xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Full holatda bosib oladigan joyga keldi. Full holatda xonadonimiz xuddi shu ko'rganlaringdek hamma narsasi yashashlaring uchun tayyor, jihozlari bilan maydoni 3 suti. Hozir xonalarni bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga shunaqa xonadonlarimiz nasib qilsin. Kirganlaringda bizni shunaqa hol kutib oladi. Remontlarini endi gap so'z yo'q. Xo'p, birinchi chap qo'ldan boshlaymiz. Kirganimizda o'zini mehmonxonasi, mana ko'rib turibsizlar, tayyor holatda jihozlari bilan. Chiqqanimizda ko'rsatib o'tib ketay, konditsionerlargacha qo'yilgan, topli pollar qilingan. Ro'parada o'zini sanuzelga ega. Mana juda ham chiroyli. Bu tomonida yana bitta xonamiz, kattalarini yotoqxonasi. Juda ham zo'r holatda turibdi. Ko'rishlaring mumkin. Inson uchun bu hayotda nima kerak? Komfort kerak. Mana o'zizga komfort bo'ladi. Bu tomonga kirganimizda o'zini yana bitta yotoqxonasi. Mana ko'rib turganlaringdek juda ham go'zal holatda, mana shu turishda sotiladi. Unda ayollar yoqtirgan oshxonamiz. Jihozlab pishgan. Bu tomonda o'zini arqa hovlisi bor. Oshxonamizni qarang, xonadonliklar, hamma narsasi qo'yilgan. Xo'p, bu tomonga o'tganimizda bu tomonda yana bitta o'zini sanuzeli, bu tomonda o'zini yana bitta ko'rib turganlaringdek spalnisi, yotoqxonasi joylashgan. Xo'p, narxini 98 ming kami bor. Pastda raqam qoldiryapman. Qo'ng'iroq qilib, bemalol savdolasalaring bo'ladi. Allohga oson, Allohga oson. Bo'l deganda 1 daqiqa ham ko'plik qiladi. Amin deb qo'ying. Hammaga shunaqangi chiroyli xonadonlarimiz nasib qilsin, ilohim.